Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun aerob va intrasellyular organizmlar haqida gaplashib o'tamiz. Anaerob o'z so'zi bilan aniqki, bu kislorodsiz sharoitda yashashga moslashgan organizmlar. Aerob esa xuddi shuni teskarisi, ya'ni kislorodli sharoitda yashashga moslashganlar. Intrasellyular organizmlar esa hujayra ichida yashashga moslashgan organizmlar haqida to'xtalib o'tamiz. Dastlab biz sizlar bilan anaerob organizmlar haqida to'xtalib o'tamiz. Anaerob, ya'ni kislorodsiz sharoitda o'sadigan organizmlar. Bunday turdagi mikroorganizmlarning ikki xil turi bor. Birinchisi bu obligat va ikkinchisi fakultativ. Obligat degani bu bizda majburiy, bular faqatgina shu kislorodsiz sharoitda yashashga moslashgan organizmlar hisoblansa, fakultativ esa ixtiyoriy, ya'niki ham kislorodli, ham kislorodsiz sharoitda yashashga moslashgan organizmlar deb tushunsak bo'ladi. Endi do'stlar, obligat anaeroblarga qaysi bakteriyalar misol bo'la oladi deydigan bo'lsak, eng high yield yoki bo'lsam ko'p uchraydiganlari bizda Clostridium oilasiga mansub bo'lgan bakteriyalar, Bacteroides bakteriyalari, Fusobacterium va Actinomyces israeli hisoblanadi. Endi do'stlar, quyida shu bakteriyalar uchun esda saqlab qolish uchun qisqacha mnemonika berilgan, ya'niki can't breathe fresh air degani shu toza kislorodli havodan nafas ola olmaslik, ya'niki mantiqan bizni anaerob bakteriyalarga mos keladi. Ya'ni har bitta so'zni bosh harfiga bittadan bakteriya misol qilib keltirsak bo'ladi. Endi do'stlar, bizda bakteriyalarning o'zida katalaza deb nomlangan ferment bor. Bu ferment nima ish qiladi deydigan bo'lsak, vodorod peroksid yoki superoksid dismutazani parchalash natijasida, misol uchun vodorod peroksidda kislorod hamda suvga parchalab yuboradi. Hop, ya'ni katalaza fermenti mana bu joyda ish bajaradigan bo'lsa, mavjud bo'lgan vodorod peroksidni parchalash natijasida suv bilan kislorodni hosil qiladi. Lekin bunda anaerob turdagi shu bakteriyalarda katalaza fermenti mavjud emasligi uchun ularga o'zi kislorod kerak emas, ular kislorod sharoitda yashay olmaydi. Shuning uchun kislorod ishlab chiqarilmaydi. Yoki bo'lmasam ularda shu yog' kislotalarining metabolizmga uchratganligi hisobiga o'zidan qo'lansa hid chiqarishi xususiyati borligi. Yana bitta muhim ma'lumot aytib o'tishimiz kerak do'stlar. Aminoglikozidlar, ya'ni bular antibiotiklarning bitta turi, effektsiz hisoblanadi. Ya'ni shu bakteriyalarga nisbatan biz bemorga tavsiya qiladigan bo'lsak, hop, nimaga bunday deydigan bo'lsak, aminoglikozidlarga o'zi bizda qaysilar kiradi degan savol tug'iladigan bo'lsa, bizda shu gentamicin, streptomicin kabi antibiotiklar kiradi. Bu antibiotiklar tasavvur qiling, antibiotik dori bakteriya hujayrasiga kirayotganda kislorod ishtirokida hujayra sitoplazmasiga kiradi, qisqachasi. Lekin bizda bakteriyada o'zi kislorod yo'q yoki u kislorod unga kerak ham emas. Shuning uchun biz bergan bakteriyamiz, antibiotikimiz hujayra ichkarisiga kira olib, unga ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun aminoglikozidlar berishimiz bizda effektsiz hisoblanadi. Va oxirida yozganki, normada gastrointestinal traktda mavjud deganimiz, shu quyida berilgan bakteriyalarimiz oshqozon ichak tizimimizda yashab turadi. Qachonki endi bizda misol uchun perforatsiya bo'lsa yoki bo'lsam shu bakteriya yoki bo'lsa yallig'langan massani qorin bo'shlig'iga tushish natijasida bizda peritonitga aylanib ketib qolishi mumkin. Ya'niki bakteriya kislorodli sharoitdan kislorodsiz sharoitga o'tib qolganligi uchun endi ularda nima bo'ladi? Ko'payib ketish yoki kasallik keltirib chiqarish ehtimolligi bir muncha yuqori bo'lib ketadi. Endi do'stlar, quyida protivogaz berilgan gaz mask, ya'niki shu qachonki shu rasmda keyinchalik xususiy mikrobiologiya mavzularda ko'radigan bo'lsak, demak gap anaerob bakteriyalar haqida ketayotganligini bilamiz. Keyingi ikkinchi qism do'stlar, aytdik, anaerob bakteriyalarni ikki turga bo'lgan edik. Birinchisi obligat anaeroblar, ikkinchisi fakultativ anaeroblar deyapmiz. Fakultativ anaeroblar, fakultativ degan so'z tarjimasi ixtiyoriy dedik. Bular ham kislorodli, ham kislorodsiz sharoitda yashashga moslashgan. Agar kislorodli sharoitda yashaydigan bo'lsa, ular hujayra tarkibidagi ATFni o'zidan ATF hosil qilib, shundan energiya sifatida foydalanadi. Kislorod bo'lmasa-chi deydigan bo'lsak, fermentatsiya yoki bo'lsa boshqa kislorodga bog'liq bo'lmagan yo'llar orqali energiya olish xususiyatiga ega. Bularga qaysilar kiradi deydigan bo'lsak, biz o'sha streptokoklar va stafilokoklar va umuman ichakdagi
gram manfiy bakteriyalarni biz fakultativ anaeroblar tarkibiga kiritsak bo'ladi. Keyingi qism do'stlar aerob bakteriyalar dedik. Aerob ya'ni kislorodli muhitda, faqatgina kislorodli muhitda yashaydigan bakteriyalarni gaplashadigan bo'lsak, bular ham ikki xil hisoblanadi. Ya'niki obligate yoki majburiy faqatgina kislorodli sharoitda yashashga moslashgan va fakultativ anaeroblar bo'lsa, bular ham ixtiyoriy, ham kislorodli, ham kislorodsiz sharoitda yashashga moslashgan bakteriyalarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Do'stlar, bularga qaysilar kiradi degan bo'lsa, 4 ta bakteriya berilgan: Nocardia, Mycobacterium, Bacillus hamda Pseudomonas deb nomlangan. Yoki bo'lmasam bu yerda qisqacha mnemonika qilgan nafasim men bilan parvoz deydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa ba'zi adabiyotlarda bor. Yana bitta mnemonika Nelson Mandela Breathe Please deb nomlangan. Ya'ni Nelson Mandela iltimos nafas oling degan tarjimada beradi, yoki bu yerda nafasim men bilan parvozda ham o'rganib olsak bo'ladi. Ikkalasida ham 4 ta xil bakteriya xolos, yodlab olsak bo'ladi. Bu yerda mana o'tgan rasm berilgan, yoki aerob holatda yashashligini faqatgina shu rasmda ko'rsak, biz shu 4 ta bakteriyani ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. Va 3-turdagi bakteriyalar bor bizda intrasellyular bakteriyalar. Bular qanday ekan deydigan bo'lsa, ular majburiy yoki obligat hujayra ichki bakteriyalar, faqatgina hujayra ichida yashashga moslashgan shunaqa bakteriyalar. Ularga rikettsiyalar, xlamidiyalar, koksiyalar misol qilib keltirsak bo'ladi. Bular qanday ish bajaradi degan bo'lsak, xo'jayin hujayraning ichiga kirib olib, uni ATFga tayangan holda yoki tayyor ATFdan o'ziga oziq sifatida yoki energiya sifatida foydalanadi. Bularga qaysi bakteriyalar kiradi deydigan bo'lsak, yuqoridagi shu rikettsiyalar, xlamidiya va koksiyalar, bu yerda qisqacha mnemonika berilgan, katta harfdagi bakteriya so'zlarga bakteriyalar misol qilib keltirsak bo'ladi. Misol, stay inside when it's really chilly and cold, ya'ni ichkarida qol qachonki juda sovuq hamda izg'irin bo'ladigan bo'lsa, shu yerda really dagi R harfi riketsiyaga, chilly dagi Ch harfi xlamidiyaga hamda cold dagi S harfi koksiyalarga misol qilib keltirilgan. Va 3-chi, ya'ni bu obligat intrasellyular bakteriyalar bo'lgan bo'lsa, endi bizda ixtiyoriy, ya'ni hujayra ichki bakteriyalar bor. Ko'rib tursangiz, bu yerda bir nechta misollar keltirilgan: Salmonella, Neisseria, Brucella, Mycobacterium, Listeria, Francisella, Legionella hamda Yersinia pestislar bizga misol qilib keltirilgan. Yoki bo'lmasam bizda mana bu joyda ajoyib mnemonika berilgan: Some nasty bugs may live facultatively, ya'ni ba'zi bakteriyalar mustaqil fakultativ yashay olishi mumkin deb tarjima qilinyapti. Har bitta so'zdagi bosh harf salmonella, sam so'zi, nasty shu n so'zi harfi bizga misol qilib keltirib o'tilgan. Hop do'stlar, birinchi mavzuimiz shu haqida qisqacha shu yerda tugaydi. Ya'ni biz sizlar bilan bugun aerob, anaerob hamda intrasellyular bakteriyalar haqida gaplashib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.